emas. Hamkordan. Hamkordan mikraqarz. Aka? Qo'lni bering. Qayerdan edingiz? Yana esdan chiqdi. Pistalidan. Ha, suv ichib chiqdim. Zaryad beton. Yana o'zim qidoqda bir ana bor. Qaytishdi. Yo, qaytadan savdo qilmayman aka. Prosta boya Instagram olinmay qo'ya olmay qoldim-da. Olganam sizdan olganam barakat topsin. Shu pulga sizdan barga 73 million bo'ldi. 2019 Nexia 3. Kapotchasi, kirlasasi pitnama, qolgan joylar radmi. Ichga o'tmaganini ko'rdim. Baraka. Barakasini bersin. Shunday bo'lsin aka. Sizdan o'yinam. Ha, erta abitlarcha keling, men sizga pulingizni beraveraman. Bo'ldi aka. Instagramga qo'yaman shuni. Yoki shahardan kim olsa olsin, bo'lmasa aka Instagramdan qo'yib ham o'zini pulga sotaman. Gap so'zsiz. Bayram oldi bir savobga qoldi. Voy aka qani olaman deyotgan aka. Shu akani chaqiringlar. Hozir akam kelsinlar, o'z ko'ray ekanlar. Bo'ldi aka. Faqat sabr qilib turing. Mana olganimni ko'rdingiz a? Ko'rdik. Sabr qilib turaman. Agar yo'q aka menga bering deb ichida kimdir baraka taylab qo'ysa o'shaniki. Men bunga pul qo'ymayman. Bir savobli ish. To'g'ri kelsa mana olinglar. Kraskasini ko'rib bergan bo'laman. Bo'ldi aka shu. Bepul narsadik. Ya, tepadan beradi pulni bizga aka. Alloh bersin. Telefonimni yozdirdilar akam. Alloh Yo'l aka. qarangda bandadan kelgan hamma narsa xishtim emas. Tepadan ziyon bo'lsa ham bitta bersa biling tirik qolmaysiz. To'ppa to'g'ri aka. Agar tepadan sizga omadni tepadan bersa aka, eplolmaysiz. To'ppa to'g'ri. Mana siz meni uring, jag'imni ayirib taylang misolga-da, azoblang a. Xudoning azobidan qo'rqaman, bandankidan emas. Shuning uchun aytaman, aka, rozi rizolikka ko'p narsa bor, tepa ko'rib turibdi. Men bunga foyda qo'ymay berganimda ham hammasini kim qanday tushunsa ham ko'ruvchisi o'zi bor, aka. Shunday. Aytdimki, bu yil ehson qila olmadim, pul bera olmadim. O'tgan yil 100 million ehson chiqardim. Ehsonim shu yil mana shu mashinlarni o'zini narxiga olib, o'zini narxiga berish shu meni ehsonim. Qo'limdan kelgani shu. Imkonim pulga yetsa edi, pul ehson qilardim, chiqarachim. Rahmat aka. Jon, Biz savobli ish qilyapsiz aka. Siz ham savobga shaylik berasiz. Instagramda ham ko'rib yuribmiz. Misol hech kim bir noto'g'ri nima deyotgani yo'q. Hamma maqtab, rahmat aytyapti sizga. Endi juda ham omma odam tushunmaydi bu gaplarni. To'g'ri aka. Kimdir gapirmoqchi bo'lsa, bitta avval men qilgan ishni qilib ko'rsin. Shunday. Duxi yetadimi, vaqt yetadimi? Shunday. Tikka yo'qqa aka soat 10:30gacha o'tiraman. Kechgacha ancha qilib. To'g'ri aka. Charchab boraman, shunday uxlayman, ertalab turaman, yana shunday kelaman, yana charchayman. Kechgacha, lekin 1000 so'm pul olib ketmayman shu ishxonadan. Yangi yilgacha shunday. Soni sog' bo'lsin sizga aka. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin.